Qizimiz qanday ekan? Muzginam bitta-yu bitta qizim. Qur'on o'qiydi, namoz o'qiydi, hamma narsani biladi. Bular muhim, lekin ota-bobodan qolgan odat bor. Biz ham urf-odatga amal qilib ketdik. Rosti qizim bugun juda hayajonda. Ana keldi. Xush kelibsiz, ona. Yaxshimisiz? Qizim, sen o'tir. Hazar xonim, nima bo'ldi? Nima gap? Hechqisi yo'q. Ko'zimizga chang kirdi shekilli. Shunga yig'layapmiz. Ona, men Qur'onni bilaman. So'ramoqchi bo'lsangiz, qizim, sen bizga yoqding. Ona, men ovqat turishni ham bilaman. Bilganimni aytib beraymi? Ona, siz so'rang, hammasini aytib beraman. Qizim, sendan hech narsani so'ramaymiz. Sen juda aqlli, juda ham go'zal qiz ekansan. Xayrli bo'lsin. Bu ish bitdi. Rozimisiz? Rozimiz. Anzura opa, kuyovimiz qanday?